Mana bugun biz Alfraganus universitetiga keldik. Juda ham katta universitet, fakultetlari ham juda ham ko'p. Bugun biz bitta seminar o'tkazamiz. Aynan logopedik mashg'ulotlarda zamonaviy usullarni, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bugun katta seminar o'tkazamiz. Zontlarimiz ham proporsiya bilan yuqotishga eng zo'r zontlar hisoblanadi. Vibratorli zontlarimiz. Hozir amaliyot faqat boshlang'ich 1-2 kunida 3 ta, keyin 4 ta, keyin 5 ta qilib sekin asta ko'paytirib boramiz. Nima uchun sekin asta ko'paytiramiz? Chunki bu biologik aktivliklar bu bolaga qanaqa ta'sir qilishini biz bilmaymiz. Qancha kam miqdordan boshlasak, bolani holatini kuzatib boramiz. Bola yaxshi qabul qilsa, sekin asta ko'paytirib boramiz. Ishlash nuqtalarimiz. Lekin bunda ishlashda ham sizlar o'zinglar tekshirishingiz mumkin. Aqliy bolalarimiz uchun, qonunchi bolalarimiz uchun ham kineziterapiya terapiyasi, artikulyatsiya apparat mushak